Sizlar so'radinglar, biz qildik. Da, sizlar o'sha kutgan kunlar keldi. Tandirlarimiz tekin bo'lib ketdi. Shartlari juda ham oson. Bitta reklamani ko'rib oling, tushuntirib beraman sizga. Bugun men sizlarga mana shu zamonaviy tandirimizni obzor qilib ko'rsataman. Qani ketdi. Naborimizning ichida somsuz degan issiq cho'li va xo'kondozi bo'ladi. Tandirimizning gulli, chiroyli krishkasi bor. Ushbu tandir o'ta zamonaviy bo'lib, tandir go'sht, tandir steklarni Nirzavikidan bo'lgan naborimizda bemalol qilib mana bunda go'shtlarni ilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tandir gazda ham, o'tinda ham ishlagan uchun ichiga garelkalarni ham solib qo'yganmiz. Ushbu tandirimizda bag'riga 10 ta non, 70 ta somsa, mayda somsadan 120 ta qilsanglar bo'ladi. Kullarini esa pastdan olib tashlanglar bo'ladi. Tandirimizning 4 ta baloni bor, tormizlarigacha bor. Tandirimiz o'ta zamonaviy, joyini o'zgartirib, mazza qilib ishlab yursanglar bo'ladi. Viloyatdagi aka-uka, opa-singillar hech xavotir olmanglar. Sizlar tandiringlarni mashaq qilib zarlarga o'rab chiqazaveramiz. Sinish yo'lda tursin, hattoki qirilmaydi. Tojikistonning Dushanbesiga chiqazaveramiz. Mana shu videoni tojikistonlik tanishingizga yuborib qo'ying. Ushbu tandirlarning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, shunda kommentariyaga o'tib plus belgisini qoldirib yuborsanglar, sizlarga narxini yozib yuboramiz. Bizda shunaqa somsalar ham bor, bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Videomizning kulminatsion nuqtasiga yetib keldik, shartlarini tushuntirib o'tdim. Ushbu videoni kommentariyasida xohlaganingizcha kommentariya qoldiring. Qancha ko'p kommentariya, shuncha ko'p imkoniyat. Agarda siz yozgan kommentariya bitta ham like to'plamasa, siz ushbu go'zal tandirlarimizning g'olibi hisoblanasiz. G'olibni 25-noyabr kuni 21:00 da prямой efirda random tarzda aniqlaymiz. Shartlarini takrorlab o'taman. Mana shu videoga bitta like bosgan bo'lishingiz kerak. Eng kamida 5 ta tanishingizga ushbu videoni yuborib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Eng muhim sharti, bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, siz g'olib hisoblanmaysiz. Shartlarni to'liq bajarishingizni so'rab qolamiz sizdan. Videoni boshqatdan ko'rsangiz yaxshiroq tushunib olasiz.